Qadrli do'stlar, keyingi mavzuyimizni davom ettiramiz. Assign multiple values, ya'ni assign degani qiymat berish degani, bitta ko'plab o'zgaruvchilarni berish degan ma'noni anglatadi. Kelinglar o'tib ko'raylik nima yozilgan. Masalan, birdaniga mana x, y, z deb turib, ikkita uchta o'zgaruvchini e'lon qilib, qiymat berib yuborish bo'ldi. Bu juda ham soddaligi uchun paycharimga o'tib ishlatib ko'rsatib bermayapman. Shunchaki og'zaki gaplashib ketyapmiz. Uni masalan o'zlarining boshida bemalol kirib, yozib, buni tekshirib ko'rishlari kerak bo'ladi. Mayli, men ham ko'rsatib beray. Adashmasam force proyekt degan proyekt edi. Xo'p, masalan, birdaniga ikkita uchta o'zgaruvchi e'lon qilishimiz mumkin. Masalan, to'rt burchakda a va b tomoni aniqlash uchun a b barobar. Masalan, birinchi tomon 10 va 5. 10 metrga 5 metr xona bo'lsin. Endi yuzasini topishimiz kerak. Yuzasi nimaga teng bo'ladi? Yuzasi matematikadan bilamizki, a ko'paygan b. Xo'p, ekranga print qilib turib, s chiqarsak, yuzasi chiqib keladi. Run tugmasini bosamiz. Mana tomoni 10 va 5 ga teng bo'lgan. To'rt burchakda yuzasi 50 metr kvadrat bo'lar ekan. Kelinglar, perimetrni aniqlaylik. Mana virgul p qo'yamiz. Va yana mana virgul 2 ko'paygan qavs ichida a plus b. Ya'ni s p virgul qo'yapmiz. Mana birinchi virgul buniki, ikkinchi virgul buniki. Xuddi shu holatda mana rand tugmani endi p ni ham chiqarishimiz mumkin virgul bilan p. Xo'p, mana 50 va perimetri 30 chiqdi. Haqiqatdan ikkita 10 metrli tomon va ikkita 5 metrli tomon qo'shsak 30 metr chiqadi. Buni chiroyliroq chiqarishimiz mumkin. Mana bu yerda s deb turib teng. Mana o'zi ko'ryapsizlar, o'zi rekomendatsiya qilib beryapti, lekin yangi boshlovchilar iloji boricha hop yozishni maslahat beraman. Hop, run tugmasini bossak, mana s barobar 50, perimetri barobar 30 deb chiqarib berdi. Hop, davom etamiz. One value to multiple values, ya'ni bittasiga tengdaniga bitta qiymat berib qo'yishimiz mumkin. Masalan, o'sha a, b, s da hammasi kvadrat bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi teng bo'ladi. Mana hop, print a plus b qilsak, ikkalasiga ham 50 degan qiymat berib, yig'inisini 100 chiqarib beraveradi. Hop, unpack collections. Hozircha bu collectionlarni keyin list, tuple'lar o'tganimizda batafsil o'tamiz. Shart emas hozircha.